Yahudilarning Nikodim ismlik bir kengashma kotibi ishi bor edi. Farishtadan bo'lgan bu odam bir kechasi Hazrati Aysoning oldiga kelib, "Taqsir, sizning Xudo avatgan bir ustoz ekanligingizni bilamiz. Chunki Xudo bilan birga bo'lmagan odam siz ko'rsatgan bu karomat va mo'jizalarni qat'iy ko'rsatmaydi", dedi. Hazrati Ayso, "Bilib qo'yingki, hech kim qoidadan to'ralmaguncha Xudoning podshohligini ko'rolmaydi", dedi. Nikodim, yoshinib qolgan odam qandoqmi qoidadan to'ralsin? Onasining qo'sig'iga kirib, qayta to'rilishi mumkinmi? deb so'radi. Hazrati Ayso bundoq javob berdi. "Bilib qo'yingki, ham sudin, ham Xudoning ro'yidan to'ralmaguncha hech kim Xudoning podshohligiga kirolmaydi. Ota-onasidan to'ralganlar jismoniy hayotlikqa ega bo'ladi. Biroq Xudoning ro'yidan to'ralganlar ruhiy hayotlikqa ega bo'ladi. Sizga qoidadan to'rilishinglar kerak desam, hayron bo'lmang. Shamol xohlagan yerida chiqadi. Siz uning ovozini anglaysiz, lekin qayerdan kelib, qayerga ketganligini bilolmaysiz. Shuningga o'xshash, Xudoning ruhining kishilarga qanday qilib hayotlik ato qilganligini bilolmaysiz." Nikodim Hazrati Aysodan, "Bu ish qandoqmi mumkin bo'la?" deb so'radi. Hazrati Ayso uningga bundoq dedi: "Siz Isroillarning muhim ustozi turuqliq, buni tushunmamsiz. Bilib qo'yingki, biz bildig'inimizni va ko'rganimizni aytsaqmi, sizlar yanala bizning guvohligimizni qabul qilmayapsizlar. Sizlarga bu dunyo to'g'risidagi ishlarni aytsam, ishonmagan yerda arish to'g'risidagi ishlarni aytsam, qandoqmi ishonisizlar? Hech kim arishdagi ishlarning qandoq ekanligini bilmaydi. Chunki hech kim arishdan tushgan emas. Lekin inson o'g'li bularni biladi. Chunki u arishdan tushgan. Toshdan yasalgan yilon Musa payg'ambar tarafidan cho'lda o'layotganlarni qutuldirishi uchun limda egiz ko'tarilgandek, inson o'g'li bo'lgan menmi shundoq egiz ko'tarilishim kerak. Shundoq bo'lganda, menga e'tiqod qilganlarning hammasi mangulik hayotga erishalaydi. Chunki Xudo dunyodagi insonlarni shu qadar suydiki, o'zining birdan-bir yagona o'g'liga e'tiqod qilgan har bir kishi halok bo'lmay, mangulik hayotga erishishi uchun uni qurbon bo'lishga avatib berdi. Xudo o'g'lini dunyodagi insonlarni so'roqqa tortishga emas, balki ularni qutqizishga avatdi. Uningga e'tiqod qilganlar so'roqqa tortilmaydi. E'tiqod qilmaganlar bo'lsa, allburun so'roqqa tortilgan bo'ladi. Chunki ular Xudoning yakki yagona o'g'liga e'tiqod qilmagan edi. Ular doim yomonlik qilg'ashqa, haqiqiy nur dunyoga kelgan bo'lsa-mu, ular bu nurni emas, zulmatni yaxshi ko'rdi. Shunga ular jazoga tortildi. Kim yomonlik qilsa, nurga o'ch bo'ladi. Va qilgan atkanlarim oshkor bo'lib qolmasin deb nurdan qochidi. Lekin kim haqiqat bo'yicha ish qilsa, ishlarimni Xudoga tayinib qilganligim ma'lum bo'lsin deb nurga yaqin keladi. Bu ishdan keyin Hazrati Ayso shogirdlari bilan Yahudiya o'lkasiga bordi. Hazrati Ayso ular bilan birga u yerda bir mazgil turib, kishilarni ko'mildirdi. Shu chaqda Salim yezisining yendiki Aynon degan yerda Yahyo payg'ambarmu
kishilarni cho'mildiryotdi. Chunki u yerning suyi mo'l edi. Kishilar uning oldiga kelishib, cho'mildirishni qabul qilishadi. Bu Yahyo payg'ambar texi zindonga tushmagan vaqt edi. Yahyo payg'ambarning shogirdlari bir Yahudi bilan tozalanish dini qoidasi to'g'risida talishib qoldi. Shogirdlar Yahyo payg'ambarning yeniga kelib, "Ustoz, o'tganda Yordan daryosining u qitida siz bilan birga bo'lgan, o'zingiz bu odam mendan ulug' deb guvohlik bergan kishi hozir boshqalarni cho'mildiryotdi. Endi hammasi bizdan qechib, uning yeniga ketyotdi" dedi. Yahyo payg'ambar mundaq javob berdi: "Xudo bermasa, inson hech nimaga erisholmaydi. Men sizlarga men qutqizg'uchi Masih emas, faqat uning oldiga kelgan yo'l hozirlag'uchi degan. Buningga sizlar o'zinglarmi guvohlik beralaysizlar. Qiz cho'qim o'zi bilan to'y qildigan yigitga mansub bo'ladi. Qo'ldosh bo'lsa, yigitning tayyorligini qilib, uning kelishini kutadi. Ham uning ovozini anglab, xursand bo'ladi. Shuningga o'xshash, menmi Hazreti Aysoning kelishidan xushallanib, qin-qinimga patmay qoldim. Endi uning shuhrati o'sishi, mening bo'lsa, tövəllishi kerak. U arshdan kelguvchi bo'lib, hammadan ustundir. Men bo'lsam, bu dunyodan kelguvchi. Shunga qiladigan so'zlarimmi bu dunyodagi ishlar bilanla cheklanadi. Arshdan kelguvchi hammadan ustun bo'lib, u o'zining arshda ko'rgan va ang'anlarga guvohlik beradi. Biroq uning guvohligiga ishonganlar nihoyat oz bo'ladi. Halbuki uning guvohligiga ishonganlar Xudoning haq ekanligiga guvohlik berdi. Xudo avatgan qutqizg'uvchi Xudoning so'zini so'zlaydi. Chunki Xudo o'z ruhini uningga oyimasdan berib kelmoqda. Arishdagi otimiz o'g'lini so'ydi va hamma ishlarni uning qo'liga topshirgan. Xudoning o'g'liga e'tiqod qilgan kishi mangulik hayotga erishgan bo'ladi. Lekin uni rad qilgan kishi mangulik hayotdan mahrum qoladi-da. Xudoning g'azabi mana shundoqlardan mangu neri bo'lmaydi.